Bovani. Agar mening atkazchilik savdo yoki boshqa ishlarim ta'sir uchirsa, men uningdan voz kechaman. Lekin o moy paraxoti dal mening hayotim. Men bularni qalayimqon qilgan har qanday odamni bo'sh qo'ymayman. Her qanday odam dadamni parakende qilaman deydigan, men hergiz qarab turmayman. Bovani xop qilishdan burun cho'qim uning kendiki rudrani tushishinglar kerak. Ulug' Shiva, siz hojatmanlarga yordam qilasiz. Men qiyinchilikqa yo'liqib sizdan yordam so'rab keldim. Yo'ldoshim asli sadoqatman saqchi edi. Kishilar uni bir maydon hodisi bilan o'ldi deyishdi. Men hatta uning jasadini topamadim. Her qatim yo'ldoshimni o'ylaganda göz yaşlarım to'xtamaydi. Siz mening birdan-bir hamroyimni etkettiniz. Göz oldimda paydo bo'ling yoki kuchingizni namoyon qiling. Siz cho'qim menga adil muomala qilishingiz kerak. Agar mavjudligingiz rost bo'lsa, ma'lum shaklda go'zal axloqni qutqiza olasiz. Uning o'xshash qiliq olgan o ablah kim? Meningcha Shivaga o'xshamaydi ekan. Meningcha u o'yin qo'yib jon boqadigan hayyor. Hey shikari, uning azroq pul berib yo'lga sep qo'y. Buni ol. Shivaga hurmat bildiraylik. Sen bayağı Shivani gördün. Xo'jayin! Ay, bu ablaqni urib Shivaga aylantirib qo'yaylik. Uni uringlar. Çatak buldu. Ben sizde beni urmang deb yolvurdum şunu. O ablaq bu yerda emas, balki o yerda. O Shiva emas, soqchikan. To'g'ri javob berding. Soqchi. Kalimandir, sizlarga bir sovg'at berdi. Lekin men unda qilmayman. Men sizlarga bir taklif bermoqchi. Qanday taklif? Men soqchilarni urish taklifini beraman. Ben uray. Ko'pchilik hayajonlanib beselinglar. Qoida bo'yicha ish qilsanglar kerak. Qoida? To'g'ri. Sizlarning isminglarning soni bo'yicha meni ursanglar bo'ladi. Agar sizlar fursatni qo'ldan berib qo'ysanglar, fursat tepib sizlarni uraman. Ben deli oturg'izmayman, sizlarni qo'lga olmayman. Efendim, siz hammani bilamsiz? Sen og'zingni yop, sen davomlashtir. Men menga qo'ldan berib qo'ymayman. Hey, menga fursatni qo'ldan berib qo'yma. Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Chipat TV saloniga 20 raqamini yo'llab turing. Topolmasangiz imtiyozlarni qarang. Bu kentdagi erlarni ustun chog'laydigan Bovani degan ablaqani. U nima qilma bilan ko'rishga chiqmaydi. U qayerda? O yerda. O Bovanimi? Men onamning nomidan kafolat beraman. Hey! Men aslida sizni bak yavoyi, bu yerning zo'migiri deb o'ylab ekanman. Lekin siz qarmoqqa qoqshaldiraqqa o'xshaydi ekansiz. Rostga qilib. Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Chipat TV saloniga 20 raqamini yo'llab turing. Topolmasangiz imtiyozlarni qarang. Bu qanday bo'g'ni? Sizni ursam bo'lamdi. Agar men yuqori ovozda tushursam, shu hamon hushingizni keltirasiz. Sanpando meni qanchalik tushunsiz? Ben degan Bovani. Sanpando nimishqa buncha oldiraysiz? Avval gapimni oling. Avval anglab turing Sanpando. Men hozir, men turishliq har bir joydan o'tkilib ketyapman. Qayerga borsam yarim kun yoki bir kun turman. Shu men ministerga iltimos sunaganda, u meni zo'r umid bilan bu yerga batdi. U menga "Sen bir g'alati maxluq, bu diloga vaqt ketadi" dedi. Biz maslahatlasak bo'ladi. Men sizni qo'lgamayman. Men bu kentda bir oy dam olaman. Siz har kuni qisqarliq o'yin ko'rsiz. Bu bir oyda dam olishimga daxli qilsangiz, har qanday so'rinni bo'lishingizdan qat'iy nazar sizni qattiq uraman. Hey! Og'zingizni yuming. Siz bir oy ichida o'z ixtiyorligingiz bilan turmushga yetishingiz kerak. Yaxshiroq o'ylang.